Assalomu alaykum hammaga. Bir sekund. Ekranda share qilaman men ko'rish uchun. Xo'p, ekran ko'ryaptimi? Agar ekran ko'rayotgan bo'lsa, mana shu 1 daqiqada boshlaymiz degan joyga ha, ekran zo'r ko'ryapti desangiz, men xursand bo'lardim. Tak, ekranda ko'radigan qildik. Ekran yo'q bizda. Keragi yo'q. Tak. Ovozim yaxshi ishlayaptimi va ekran ko'rinyaptimi? Ayni vaqtda bizda necha kishi bor bilmadim. Bu yerda sonini ko'rsatmayotgan ekan-ku. Bu yerda sonini ko'rsatib turgandi-ku. Mayli. Xullas, ovozim yaxshi ishlayaptimi, sizgacha boryaptimi yoki yo'qmi? Shuni bilishimiz kerak bolalar. Yozib qo'ysangiz va internetda uzilishlar yo'qmi, bormi bilishimiz kerak. Bilasiz, bugun birinchi onlayn darsimiz. Qanaqadir kamchilik, xatolar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Demak, sizning ovozingiz o'chirib qo'yilgan ataylab tushdi, ustozga xalaqit bo'lmasligi uchun men bugungi darsni demak mavzusini spelling, ya'ni bo'lganda harflarni aytish, listeningda harflarni adashtirmaslik va raqamlarni adashtirmaslik haqida bag'ishladim. Rekord qilib olyapmiz. Bu video darsligimiz ko'rinishida ham tashlashimiz mumkindan keyin negadir kommentda yozishmayapti-ku hech kim yoki menga hali kelmayapti internetim yo'qligi uchun. Shuncha odam ovoz zo'r debdi, ko'rinyapti debdi. Efirda 72 kishi. Rahmat. Said Nabixo'ja, siz demak mana shunga mas'ul bo'lasiz. Necha kishiligini yozib turasiz. 72, 75 davay deb turib, mana zo'r deyishyapti. Bolalar o'z umumiy olganda rahmat bo'ldi. Zo'r ko'payib ketdi. Bitta gap yozaman, demak oxirida o'sha so'zni qaytaramiz hamma. Maylimi? Paka hozircha yetarli darajada bo'ldi zo'r degani. Hali dars zo'r bo'ladimi yo'qmi aniq emas-ku. Tak, 72 kishi bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham katta auditoriya. Undan tashqari, men o'z birinchi navbatda xursand bo'lganim, bu yerda hozir 522 kishi bo'ldik. Bir kechada 500 kishi bo'la olamizmi degandik. Albatta bo'ldik. Bu meni juda ham xursand qildi. Cho'zmoqchi emasman, o'zi bugungi darsimiz bolalar uzoq bo'lmaydi. Sizda juda ko'p vaqtingizni olib, ensangizni qotirmoqchi emasman. 8:08 ekan shu vaqt. 8:38 da yarim soat ichida siz yarim yilda ham, 1 yilda ham o'rganmaydigan narsani o'rgataman. Hozir maqtanish bo'lyapti, nima bo'lyapti? Men bekorga yozib qoldirmadim mana bu yerga. Mana bu yerga haqiqiy o'shamiz ham yo'qda. Haqiqiy onlayn qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz degan gap yozdim. Ya'ni haqiqiy onlayn ta'lim qanday bo'lishini kerakligini ko'rsatamiz dedik. Men bu yerda qayerdandir copy paste degan narsalarni o'rgatmayman. O'zim 15 yillik o'qitish tajribamdan kelib chiqib, ya'ni nimalar xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsam, bolalarda qanaqa kamchiliklar ko'rgan bo'lsak, o'sha narsalarni ko'rsatib o'taman. Qisqacha qilib. 8:38 da ko'rsatib o'taman dedim, mana 1 minut gap bilan yo'q qildim. Ishonyapman, 8:38 da bolalar biz siz bilan juda ham siz ko'rmagan narsalarni ko'rib o'tamiz. Agarda siz menda offlaynda o'qigan bo'lsangiz, bu narsalarni ko'rgansiz. Chunki men offlayndagi bolalarga deyarli o'zimdagi hamma narsani berganman. Lekin hamma ham offlaynda menda o'qiy olmagan. Kimdir teparoq bosqichdan kelgan, kimdir umuman menga kelmagan, bu yerda meni eshitayotgan insonlar bor. Bitta narsa qilsa juda ham zo'r bo'lardi. Kim biladi, mana shu meni ekranimni ham share qilish. Edit live stream title settingsdan yuzimni shart emas, meni yuzimni ko'rib kimdir xursand bo'lmasa kerak. Sen bo'g'li boshimni yummaganman. Mayli. Endi esa darsga qaytamiz qarang. Men boshladim. Hamma tayyormi? Demak, tayyor bo'lsangiz bolalar, ketdik. Ovoz yaxshi eshitilyapti. Tak. Mana shu yerda kommentda ovoz yaxshi ishlayapti deyildi. IELTS online Shahlo 89 ta. Mana Said Nabixo'ja, siz nimaga jim? Siz ma'mur aytib turishingiz kerak edi. Xo'p, yaxshi. 90 ga yaqin bo'libmiz. 100 kishi bo'lganda boshlaymiz demoqchi edim. Shart emas. Mana 100 kishi bo'lish shart emas. 90 kishi bo'lib ketgan ekanmiz. Rahmat. Endi ko'paydik. Молодец. Bizani Kosondan, aytaylik, bizni Yakkabog'dan, bizni Chiroqchidan kuzatayotgan insonlar bor oramizda. Kimdirda tanishi bilan Qarshida aynan kelib o'qiy olmayotganlar uchun ham onlayn kursini ochdik bolalar. Bu yerda onlayn kursi 100% pul qilish uchun emas deb ayta olmayman. Onlaynda ham o'zimizni sinab ko'rmoqchimiz, lekin demak agarda mabodo nima qiladigan bo'lsa ham, pul qiladigan bo'lsa ham minimal, demak, nima deydi, kurslarni minimal narxda sotamiz. Unaqa qimmat qilib berayotgan ma'lumotimiz o'sha narxga
10-15 barobar, 20 barobar demak stoid ekanligini, words ekanligini ko'rsatishga harakat qilamiz. Spelling deganda o'zi nimani tushunamiz? Keling, mana shundan darsni boshlasak. 8:11 bo'ldi, 4 minutdan beri jag'im tinmayapti. Tak. Spellings bu harflarni yoki raqamlarni donalab aytish. Mana shu spelling so'zini o'zini ham S P E L I N G S. Mana shu deyish spelling deyiladi bolalar. Bu yerda darajasi turli xil. Hozir 90 kishi qo'shilib turgan bo'lsa, 90 kishining darajasi 90 xil bo'lishi mumkin. Endi aytish mumkin, daraja nimaku o'zi 7 xil daraja bor-ku ingliz tilida, beginner, elementary, intermediate va hokazo, to'g'rimi? Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha beginnerning ham o'rtasi bor, boshi bor, oxiri bor, tushunasizmi? Har xilda. Bundoq bo'ladigan bo'lsa, 90 xil darajadagi o'quvchilar bor. Men bu o'rgatadigan narsa bolalar, o'rgatadigan narsa 90 xil darajadagi bola uchun ham foydali bo'ladi. Uni farqi yo'q. Men uchun emas ekan deb chiqib ketib qolmay demoqchiman. Men advanced guruhdaman-ku, men IELTS tayyorlayapman-ku, menga emas ekan deb o'ylamang. Bu sizga ham tegishli. Beginnerda men hali endi harf boshladim degan bo'lsangiz, albatta siz uchun ham bu narsa. Demak, bugun siz bilan spelling haqida gaplashamiz. Dars bu darajada cho'zilmaydi. Bugun 2 soatlik dars o'tmayman. Shundoq ham sal charchaganman. Yarim soat, 20 minut yetarli bo'ladi sizga juda ko'p narsalarni o'rgatish uchun. Eng chalg'ituvchi harflarga qaraydigan bo'lsak, menimcha prezentatsiya ham ko'rinyapti bu yerda. Men bitta kerak bo'lsa Word fayl ham o'zi ochsam yaxshi bo'lar edi. Mayli, Word fayl ham shartta emas bizga. Chalg'ituvchi holat CS. Demak, CS. Keling, bitta Word fayl ham ochib qo'yayin. Har ehtimolga qarshi bir jurnalik kerak bizga. Bir sekund. Darsning oxirida biz spellingda ozroq kichkinagina nima qilamiz? Competitioncha o'tkazamiz. O'sha competitionda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar olganlarga biz kichkina sovg'a ham beramiz. Word fayl ochildimi? Ochildi albatta. Tak, bu emas. Voy. Keling, shuni o'ziga yoza qolaylik. Tak, Word faylning o'zida CS. Mana shu ikkita harf bir-birini chalg'itadi. Ingliz tilida nechta harf bor? 26 ta harf bor. Buni hamma biladi. A, B, C, D hammasini yozib chiqib, sizga ko'rsatmoqchi emasman. Google'dan ham topishingiz mumkin, Luboy kitobning boshida ham topishingiz mumkin bu harflarni. Demak, sizni bu harflarni yodlab olish nima uchun chalg'itishi mumkin ekan bolalar? Keling, shu haqida gaplashamiz. Chunki mana bu harflar C va S o'qilishiga e'tibor bering. Demak, C mana bu harf, S esa bu harf. Keling, kattaroq qilaylik. Mana shularni 33 qilsam qanday bo'ladi? Yo'q, kattarib ketar ekan. 26 qilsamchi? Voy, 266 qildim. 26 qilsamchi? Men 26 qilsam. C va S. Demak, bular CS. Chalg'itadi. Nimani hisobiga bolalar? Chunki mana bu ikkisida ham nima bor? C bor. Ya'ni S harfi, S tovushi bor. Ana shu uchun o'xshashlik borligi uchun ham bir-birini chalg'itadi bolalar. Buni chalg'itmaslik uchun nima qilish kerak? Ko'p marta eshitgan bilan yaxshilanib qolmaydi. Yaxshilanishi mumkin. Million marta deydi-ku, eshitsangiz. Muhimi siz bilib olishingiz kerak. Bizni nima chalg'ityapti, nimaga qarshi kurashish kerak? Sirga qarshi kurashish kerak. Mana shunda tushunarli-a? Sirga qarshi demak kurash olib borishimiz kerak. Agarda men o'zim doim Sga adashganman. Bolalar masalan spellingga keladi-ku, C desa men S ni yozganman-da. Mana shu S ni yozganman. S desa nima yozganman? Yana S ni yozganman. Nima uchun? Chunki bizda o'zbek tilida mana bu C yo'q-da. S desa ham mana buni yozamiz, S desa ham mana shuni yozamiz. Bundan kelib chiqsak, mana shu S harfi mana buni chalg'itmaydi. Mana bu buni chalg'itishi mumkin. Ya'ni birinchisi ikkinchisini chalg'itishi mumkin. Ikkinchisi birinchisini biz hech qachon chalg'itmaydi. Men hech qachon ko'rmaganman birortaga, demak, S deganda misol uchun aytadigan mana buni yozib qo'yganini. Lekin C deganda o'zidan mana buni yozib qo'yasiz. Luboy xato qilganingizda mana bundan keyin darsdan keyingi spellinglardami bir aytaylik darajasi yuqoriroq bolalar bor bilasiz. Ichimizda moq topshirganlarni CS da chalg'itib ketgan paytingizda bir ko'ring qani, qaysi biri bir-birini chalg'itib ketgan ekan. 100% javob berish mumkin. Mana buni aytganda mana buni yozib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Buni aytgan paytda, adashdim. Buni aytganda buni yozib qo'yishingiz mumkin. Buni aytganda buni yozib qo'ymaysiz. Demak, Sga qarshi kurashish ketyaptimi? Nima qilish kerak? Men ongida, demak, keling, mayli, nima qilib gapirmayin, rasmiy qilib gapirmayin. Xullas, miyamizda biza Sni birinchi eshityapmizmi yoki keyin eshityapmizmi degan signalni berishni o'rganishimiz kerak. Tezlik bilan. Ya'ni masalan, tez ketadi, harflar tez aytilgan paytida bu qiyinlik tuyulishi mumkin. Ya'ni C degan paytida men agar Sni birinchi eshitsam, doim mana bu yarimtalik S, ruscha S ekan deb o'ylab qoling. Eslab qoling. Men birinchi Sni eshitsam, C, C. Demak, bu mana bu, ya'ni C harfi. S desa, misol uchun S deyaptimi? Men seni keyin eshityapman. Nimadan keyin? E'dan keyin.
s demak bu ekan. Mana shu holatda eslab qolishni boshlagandan keyin men umuman cs ga adashishni to'xtatganman. Bolalar, mana shu uchun siz boshqacha uslub ham qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun kimdir masalan s deganda esing yo'qmi deydi-ku. Shunaqangi bir hodisa bilan eslab qolsangiz osonroq. Bu mnemonika deydi-ku, shunga o'xshashroq qilib degani. GJH ga e'tibor beramiz. Bunda ham shunga o'xshagan narsa bor bo'lar. G bor, J bor va age bor. No age. Shunaqa qilib yozdim keldi. Buni ham jирniga yoramiz, katta qilamiz bolalar. Endi e'tibor bering. Mana shu ham meni hammani qiynasa kerak mana shu uchalasida. Ayniqsa mana bu ikkalasi, ha? Mana shu ikkalasida. Mana buni, mana bu age ni. Mana bu ikkalasidan farqlash qiyin emas. Nima uchun? Bu aytganimdek, uchisini ham o'xshashligi nima bolalar? Men sariq qolib ketaveray bu yerda. Sariq. J, age. No, age deb yozdim, age desangiz ham bo'ladi. Age. Yoki y bilan yozing, mana age. J. Agarda men J tovushini oxirida eshitsam, bu doim qaysi harf ekan? H, A dan keyin eshitsam, age. Bu H harfi. O'zimizdagi yumshoq H. Agarda men G, J eshitayotgan bo'lsam, bu qiynashi mumkin meni. Bu yerda xuddi shu bo'yicha CS qoidasi rol o'ynaydi bolalar. Faqat boshqacharoq. J dan keyin ingichkaroqmi yoki cho'zilibroqmi? Ya'ni G ingichkalashib ketsa bu, J ya'ni kengayib ketsa bu. Mana shu orqaligini bilib olganman. J cho'zilsa bu jo'jay ketadi degani, ingichkalashib ketsa bu G degan ekan. J ni oxirida eshitsam bu ekan. Mana shu haqida eslab qolmasangiz bo'lmaydi. Demak, bu yerda ancha-muncha chalg'itish bo'lishi mumkin ekan. Endi keyingisiga qaraydigan bo'lsak, A deydi-ku. I R. Qarang, R da R uncha, men R dan keyin ikkita nuqta qo'yaman, shu R unchalik ham kuchli emas. Ya'ni kuchsizroq, yarimchalada R. Va albatta E. E ni qanaqa deb yozsa bo'ladi? Mana E deysizmi siz yoki mana E deysizmi? Bu o'zimizda sal nimalikroq-ku. Keling mayli. E deylik mayli. E deganda masalan o'zimizning E xayolga kelishi mumkin. Lekin mana bu uchalasi juda ham chalg'itadi. Masalanda bu yerda lekin E deganda mana bu E ni yozadiganlar ham bor-da ba'zida. Demak, chalg'itmaslik uchun mana shularni eslab qolishingiz kerak. Bularni qanaqa qilib eslab qolsak bo'ladi? Masalan, A ni masalan men kimgadir chaqirasiz-ku A deb. A deysiz, to'g'rimi? Mana shunaqa eslab qolsangiz bo'ladi. Ikkinchi variant A degan vaqtida A B C D E F G. O'zi A B C ni bilasanmi deydi. Demak, alfabetda ikkinchi nomi A B C. A B C D deb boshlaydi. Birdaniga xayolingizga alfabet birinchi harfi qaysi? A degandan kelishi kerak. Yoki kimni chaqirganda A deganda ya. I-chi. I-ni har xil. I deganda bu og'riq, misol uchun aytadigan I. Yoki bo'lmasam yagona o'zi harf bo'la oladigan so'z. Ya'ni bir dona so'z ham bo'la oladigan harf deydigan aqrog'i I. Men esingizga kelsin I degan paytida yoki og'riq kelsin I. Nima bilandir eslab qo'ying demoqchiman-da. R ni nimaga qo'shdingiz bu chalg'ituvchanga desangiz, mana bu toifaga R qo'shiladi. Chunki o'zbek tilida biz R deymiz-da, buni ma'mulaga umuman chalg'itmaymiz. Ingliz tilida esa bu R A bilan boshlanadi. Xuddi I bilan R yoki A ga R deganda o'zbek tilida biz mana buni A deb o'ylaganimizda shu A qilib qo'yamiz. Xunukroq chiqdi, bilaman. Xullas R deganda R birinchi ishlatilgani uchun shunaqa bo'lamiz. Demak, siz aslida A ishlatgan bo'lsangiz, bu emas, o'zbek tilidagi A emas, bu ekan deb hisob qolishingiz kerak. Bu ham juda ham chalg'ituvchan ko'rganingizdek. Endi MN bilan BP ni qulog'i og'irlar deb bilaman. Masalan, buni o'zbek tilida ham chalg'itish mumkin bolalar. MN, BP, P desa P dedingmi deydi. O'zbek tilida ham shunday. P desa D dedingmi deydi. Yoki M desa M desa N dedingmi deydi-ku. Shunaqaroqda yo'q. MN. Bu endi ehtiyotkorlikka bog'liq bo'lgan chalg'ituvchi harflar deb bilaman. UY-chi. Demak, UY demak nega chalg'itadi? Demak, UY. Shu paytgacha UY bir-birini chalg'itishini bilmagan ekanman deydiganlar bormi? Bir yozing qani, men bilmagan ekanman yoki bilardim deb yozing. Yoki bilmagan ekanman. O'zi qaysi kanaldaman men? Discussion deganman-ku. Mana shu yerda yozingchi, men U ikkalasi Y bilan birgalikda chalg'itishini bilarmiz yoki bilmasmi deysiz. Bizda tak yaxshi. So'rayotganlar bo'lsa, ovozim eshitilayotgan bo'lsa, demak UY chalg'iganman, bilmayotganman. Abuzar aytayapti, bilardim, bilmasdim. Qarang, ko'pchilik bilmasdim deyapti. Video zapis tashlaysizmi? Albatta tashlayman. Yo'q. Qarang, chalg'ib ketaman deyotganlardan chalg'imas. Mana bu odam yaqinda imtihon topshirib chiqdi, lekin bilmasdim deyapti. O'zi bilmagan holatda chalg'iydi. Men nima uchunligini tushuntirib beraman endi, qarang.
Ko'pchilik bilmasdim deyapti. Men shuni kutgandim. Chalg'ib ketardim, bir ikkilar chalg'ib ketardim deyapti. Bilmasdim. Bolalar, siz UI ga ishonasizmi? UI ga C bilan S dan ham ko'ra ko'proq chalg'iysiz. Faqatgina e'tibor bermagansiz. Nimaga U'ni, masalan, nima uchun chalg'iymiz? Bu yerda o'zbek tilini bilishimiz ziyonimizga ishlaydi. Siz agarda o'zbek tilini bilmaganingizdek, siz bu kelasiga chalg'imagan bo'lardingiz. Tushunasizmi? Ya'ni ingliz bolasini o'zini o'rgatish osonroq. Yoki umuman hech qaysi tilni bilmagan odamni ingliz tilini o'rgatish osonroq o'zbek tilini bilganga nisbatan. Mana shu spellinglarga kelganda. Chunki siz butun umr, masalan 18 ga kirgan bo'lsangiz, 18 yil, 25 ga kirgan bo'lsangiz, 25 yil mana bu harfni ye deb o'tdingiz. Birinchi tovushi ye deb o'tdi. Endi siz mana bu o deb o'tadigan u, yoki u deb o'tgan so'z harfingizni endi ingliz tilida you deyapsiz. You dedingizmi, birinchi ye bilan boshlanyapti. Mana buni aytgan paytingizda, you'ni aytganda hamma mana buni yozib qo'yadi. Nima uchun? Chunki o'zbek tilida siz you deganda ye harfi mana bu xayolingizga keladi. Hech kim mana bu aslida why mi bu? Why deganda mana buni yozmaydi. Birorta odam ko'rmaganman, why desa bu tim degan bo'ladi-da, yozgan bo'lsa. Why deganda mana shu you'ni yozganini ko'rmaganman. Lekin you deganda ye ni yozib qo'yadi. Miyasiga you deganda ye birinchi kelganligi uchun. Ya'ni o'zbek tilida shu paytgacha biz you ye deganda mana buni kelganligi uchun. Tushunyapsiz-a? Demak, tez ketib qolganda, masalan, aytaylik, umbrellani aytib berishsa, birinchi harfdagi umbrelladdagi you keladi-ku, o'shani you ekanligi miyasiga urmaydi. Demak, bu narsa ham ko'p sodir bo'lib turadi. Qarang, CS ga o'xshab, ya'ni mana buni chalg'itish mumkin edi. Xuddi shunday qilib, mana buni chalg'itish mumkin bo'lyapti. Ya'ni S hech qachon buni chalg'itmaydi, Y hech qachon buni chalg'itmaydi. Demak, mana buni aytganda buni yozib qo'yish mumkin, xavfi bor. Mana buni aytib qo'yganda mana buni yozib qo'yish ehtimoli bor. Mana shunaqa variant. Endi buni qanaqa chalg'itmasak bo'ladi? Masalan, buning uchun siz nima deyishingiz kerak? Masalan, eslab qo'ysangiz bo'ladi. You degani bor-ku, o'zi bitta you deganida, tushunasizmi? You degan paytda bilan sen degan narsa xayolingizga kelsa bo'ladi. You, misol uchun, why esa bu why, tushunasizmi? Demak, ye ekanligini tushun, masalan, why. Demak, why mi? Demak, why. Xuddi ingliz tilida bo'ya aytdim-ku, bitta I harfigina men degan ma'noni bildiradi. Lekin inglizlar xuddi o'zbek tilida nima deydi? Shahzodni bunaqa yozamizmi? Shahzod deyman deb bunaqa yozilamidi? Adashmasam. Yoki bo'lmasam uchunni nima deb yozamiz? U to'rt mana shunaqa yozilganlar bormi? Xullas, Telegramda va tez yozishga. Bilanni B chiziqcha N deb yozasiz-ku, keyin ortib qolgan vaqtingizga nima qilishni bilmay o'tirasiz. Xullas, BN deb yozadiganlar bor mana qilib. Xuddi shunday inglizlarda ham nima deydi? Qisqacha yozish bor. Mana shu you deganda ular mana shunaqa ketadi. Masalan, ko'p bo'lgansiz, I love deydi, you deb qo'yadi. Masalan, aytaylik, men seni yaxshi ko'raman. Yoki aytaylik, qiz masalan bolani oldiga kelyapti, eshigini taqilatyapti yoki eshigini taqilasa dadasi o'ldiradi-ku. Derazadan tosh o'tyapti va qiz so'raydi. Tushunasizmi? Nima deydi? Mana bunaqa deb yozadi. Tez yozadi-ku. Vaqtdan juda ham tig'iz, chunki paxan kelib qolishi mumkin. Bu nima demoqchi aslida? Why deyapti y harfida. R deyapti mana bu. To be fe'li bor-ku, R. Why are you here? Bittagina here ni qo'ymadi-da. Why are you here? Nega sen bu yerdasan deyapti. Tushunasizmi? U keyin nima deydi? For you deydi. Ya'ni for you nima degani? For you. Sen uchun deyapti. Tushunasizmi? Ya'ni ularning ham o'zini gaplashish nima deydi, sirlari bor-da, bizga o'xshab. Faqat biz BN bilan deb aytib ketmaymiz. Xullas, mana men aytmoqchi bo'lganim, yo'q, o'tlab ketib qoldik. Bizning vaqtimiz kam. You demak, bu sen deganidan eslab qo'ysangiz bo'ladi. You deganda men you, sen mana bu qisqachasi edi-ku, to'g'rimi? Mana bu yerda you edi-ku. Why esa bu nega edi-ku? Why? Nega? Nega esa bu kichkina harfda ye deb degani, ye o'zimizning ye harfi bilan why are you here? Nega sen bu yerdasan? Deganday qilib olinar ekan. Shunday eslab qo'ysangiz bo'ladi. Bular u darajada vahimali emas. Uni yaxshilashni qanaqa yo'llari bor? Men sizga ikkita yo'lini ko'rsataman. Spellingni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, o'zini yo'llari bor ekan. Endi men bu yerda ikkita yo'lni ko'rsatyapman, ikkita yo'l yetib o'rtadi. Birinchi variant shuni, YouTube ochamiz borlar, bu yerda yo'q variant aytaman. YouTube ochamiz, YouTube'da spelling names deb yozasiz. Masalan, men YouTube'da nima yozishingizni aytaman. Demak, YouTube'da bolalar
YouTube'da demak spelling names yoki agar raqam bo'lsa numbers deb yozasiz va chiqib keladi. 0.5 tezlikka qo'ying. Boshida siz kuchsizsiz-ku. Keyin 0.75 tezlikka qo'ying. Keyin 1 tezlikka qo'ying. Men tez gapiryapman hozir. Bu narsani siz praktika qiling. Oldingizda kimdir sherik bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Faqat sherigingiz to'g'ri spell qilsin. Masalan, sizga mana bu spelling names so'zini spell yoki YouTube'ni spell qilib tursa, deb turmasin-da. Deb tursa, siz ham boshingiz qoladi. Y harfi yo'q ingliz tilida desangiz. Ingliz tilini yaxshi biladigan, spellingni xato aytmaydigan odam Y O U T U B E aytib tursin. Keyin sizga, sen tez aytmayapsan, meni tezligimga bas ekansan desa, u tezroq aytsin. Xuddi shunaqa. Sizning tezligingiz oshadi. Tushundingizmi? Agarda menda YouTube'ga hech kimda imkon yo'q deb bo'lmaydi hozir. Imkon yo'q. YouTube emas, boshqacha variantlari bormi desangiz, yoki YouTube qiyinlik qilyapti, 0.5 tezligi ham desangiz, eng birinchi agar siz beginner darajada bo'lsangiz, xohlagan inglizcha yoki o'zbekcha kitobni harflab tez o'qib ko'ring. Bu to'g'ri, yoqmasligi mumkin, lekin o'zbekcha kitob bo'lsa ham bo'ladi deganim sababi bo'lar, mana bu ular kelib qoladi-ku. O'zbekchani o'zbekcha deb ketasiz. Tushunasizmi? Deb ketasiz. Inglizcha kitobni men bilmayman-ku, hali beginner darajadaman-ku desangiz, u ham muammo emas. Masalan, men bu yerda tekst olganman. E'tibor bering. Freya Stark, explorer and writer. Demak, Freya Stark degan bir inson haqidagi, ayol haqidagi tekst kelyapti. Bu tekstni kimdir, mana pre-IELTS yoki intermediate-dagi bolalar o'qib tarjima qila olishi mumkin bemalol, lekin aytaylik beginner elementary'dagi bolalar buni tarjima qila olmaydi. No ishto. Tarjima qila olmaysizmi? Muammo emas. Siz shunchaki harflarni bilasiz-ku. Har qanday, demak, tekst 26 ta harfdan iborat. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz любой tekstni harflab aytib bera olaman. Tabriklayman. Xo'p, mana bu joydan boshlab qarang. Freya Starkdan boshlab men harflab aytib ko'raman. Hamma ko'ryaptimi? Yo kattatirayapmi? Hamma ko'ryapti. F, qarang, Freyadan boshlamoqchiman. F R E Y A tezligingiz asta oshib ketaveradi. S T A R K W A S N explorer aytaman qarang. A N EXPLORER. Sal tezlashdim, ko'rasizmi? Agarda sizda tezlik past bo'lsa, hech qisi yo'q. Mana W keyin mana ne deyapsiz-ku? Bir qarab oling. Mana bu H-midi, G-midi deyapsizmi? H O L mana bu E-midi, nima-chida deyapsiz? I, to'g'rimi? V E D. Xullas bir qarab olingda qiling. Xullas bir kunda mana shunaqa tekstni bitta oxirigacha o'qib chiqsangiz, masalan aytaylik, asta-sekin siz nima ketasiz? Masalan, Stark was born in Paris. Stark Parijda tug'ilgan. Shu gapni shunaqa tezlikda aytadigan bo'lasiz. S T A R K W A S B O R N I N Paris aytaman. P A R I S, sorry. Demak, o'rganda mana shu tez aytadigan darajaga chiqyapsizmi? Uje siz boshqa tekstni o'qib o'tirishingiz shart emas. Buni qancha vaqt qilsa bo'ladi? Bir hafta qilsangiz yetarli. Bir hafta. O'sha bir haftaga ham bormasligi mumkin agar siz bir kunda bitta tekst emas, bir 5 ta, 6 ta tekstni ana shunaqa harf aytib ko'rsangiz. Harflab aytish yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Undan ham qiziqarliroq variantga o'tamiz. Unda nima qilish kerak? Har qanday so'zni miyada aytib ko'rish mumkin. Miyada harflab aytib ko'ring. Ya'ni bu ikkinchi darajali. Agarda sizga mana bu osonlik qilayotgan bo'lsa, demak, miyada aytib ko'rish mumkin bo'lgan ba'zi bir so'zlarni aytaman. Sorry. Mana bu yerga men yozaveraman. Siz qaramasdan turib, nega bunday bo'lyapti bu? Sorry. Tekstni ham kattalashtiraylik, 33 bo'lsin. Tak yaxshi. Keling, masalan, mashhur gaplarni olamiz, ya'ni trenddagi gaplarni olamiz. Dunyo sening tog'ang emas-da. Dunyo sening tog'ang. Men aytib bersizmi? Seningdagi tog'ang emasligi g'lani g'ga aylantirdim. Nima uchun? O'zbek tilida gʼ harfi bo'lgani bilan ingliz tilida gʼ harfi yo'q. Demak, miyamga keldi. Men bu yerda yozyapman. Aslida miyangizda qilib ko'ring. Hamma hozir ichida, miyasida aytib ko'rsin. Masalan, hozir men buni qaramasdan turib aytishga harakat qilib ko'raman. Nimam yo'q, albatta. Web kamera nimam yo'q. Shunchaki ishonishga majbursiz menga. Dunyoni aytaman, qarang. D U N Y O. Seningni aytishim kerak miyamda. S E N I N G. Tog'ang emasni aytaman, faqat g'lani g qo'shishim kerak. Ya'ni g ingliz tilida g degani, to'g'rimi? T O G A N G M A S. Demak, tog'ang emas. Men buni ancha tezroq ham qilishim mumkin edi, sizga shunchaki aniqroq bo'lsin deb astroq aytib berdim. Tushunyapsizmi, bolalar?
spellingni miyada tez aytadigan odam bu eng spellingga rivojlangan odam hisoblanadi. Yana qiziqroqlarni aytamiz bolalar. Mana buni aytib ko'raylik qani miyada aytamiz bolalar. Ha otam, nima bo'lyapti? Xo'p, ha otam nima bo'lyaptini aytib ko'ramiz bolalar. Hamma miyasida aytib ko'rsin. Miyasida ha dan boshlaymiz kerak. H A otamni aytib ko'ramiz. O T A M nimani aytib ko'ramiz? N I M A bo'lyaptida uni men U qo'raman. Chunki shapkachasi yo'qda. B U L Y A P T I. To'g'ri aytdim menimcha. Siz ham aytib ko'ryapsizmi? Ha otamni bo'lyapti. Bu hozir men aytayotgan narsa darajasi beginner darajadagi bolalarga elementary yoki spellingni kuchsiz bo'lib turib, lekin aslida pre-answer o'qiyotgan bolalarga ham qiyinlik qilishi mumkin. Spellingiz yomon bo'lsa, buni aytish qiyin miyada. Tushunyapsizmi? Xo'p, yana trendga o'tamizmi bolalar? Ketdik. Mana, buyurgan bo'lsin, savol bo'ldi-ku. Octagon Liga menga jang ber. Tayson bilan Saturnning gapi bo'ldi-ku, o'zimizda bolalar, chiroqchilik bolalar. Xo'p, ketdik. Octagon deb yoziladi bolalar. OK T A G O N Liga bo'lgandan keyin nuqtali bo'ladi. L I G A menga M E N G A jang ber. Keyin tezroq aytamiz jang berni. J A N G B E R. Men buni men miyada qilyapman bolalar. Bu yoqqa yozdim va qaramasdan turib aytishga harakat qilyapman. Siz ham mana shu ishni qilib ko'ring. Aytib ko'ringchi, Octagon Liga menga jang ber. Pramo gap qolatida harflab aytyapsizmi? Aytyapsiz deb o'ylayman. Bolalar mana shu qilib yaxshi. Miyangizga kelgan gap. Bolalar siz ko'chada ketyapsiz. Avtobusda ketyapsiz. Gilam yuvamiz deb qo'ydi. No nichivo gilam G I L A M yuvamiz dedi. Y U V A M I Z bo'ldi. Men уже gilam yuvamiz deb aytdim. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa xohlagan narsa avtobusning o'zi A V T O B U S. Tushunasizmi? Yana trenddagi yozamiz. Men kimsan dedi-ku? Kimsan? Men Tursunxonman dedi bittasi. Tursunxonda Xni KH ko'ramiz bolalar. Demak bu Tursunxon KH bo'lishi kerak. Demak M E N Tursunxonman. Bu sal qiyinroq miyada hozir aytishim. T U R S U N K H O N M A N. Shunday bo'ldi. Menimcha adashmadim. Videoni qayta ko'rsangiz, balki adashib ketgan bo'lsam, uzunida Tursunxonman. O'zbek tilida ham T O R S X aytish sal qiyin-da. Keyingisiga o'tamiz. Shopir hammasi yaxshi bo'ladimi deymiz bolalar? Shopir hammasi yaxshi bo'ladimi? Ketdik, shopirdan boshlaymiz bolalar. S H O P R hammasi H A M M A S I yaxshi. Y A X ni K deyishim kerakmi? X deyishmayman. Keyin X deb aytib qo'yaylik. X H I bo'ladimi? Bo'ladimi? B U L A D I M I. Tushunasizmi? O'ta qiyin emas. Demak, qarab aytib qo'ying. Agar qiynalsangiz bo'lar, mana buni qarab ayting. Birinchi darajada. Siz qarab bemalol tez aytadigan bo'lsangiz, men hozir aytgandek, o'sha siz buni miyada aytishingiz kerak. Молодцы. Ketdik. Yana qanaqa aytamiz endi? Mana buni aytingchi. Osonroq aytadigan. Qor tugadimi? Q O R T U G A D I M boshlandik. T U G A D I M I. Qor tugadimi deb aytib ko'rdim. Tushunarli? Demak bo'ldi. Va oxirgisi keling. Keling adabiy yozaylik. Menga va bu oxirgi nimamiz. Menga bu kurs juda ham yoqdi. Juda ham nimadim? Juda yoqdi. M E N G A bu B U K U R S juda J U D A yoqdi. Y O Q D I. Tushunyapsizmi? Mana shu narsa bolalar. Mehnat kerak, qiziqarli ham holatda ingliz tilini o'rganish kerak. Nima qilasiz o'zida bu darajada qiynab. Endi mana bu narsa qay darajada zerikarli bo'lib qoldi? Albatta zerikarli bo'lsa-da, hali siz mana bunaqa tez ayta oladigan, miyangizda ayta oladigan bo'lmasangiz, birinchi qadam mana bu bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam albatta mana miyaga kelayotgan, o'sha demak sizni tashlab ketgan va tashlab ketmoqchi bo'lgan, pisand qilmagan, demak qizlarning nomlarini ham miyangizda aytib o'tsangiz bo'ladi o'g'il bolalar. Qizlar esa o'z bilasiz. Xo'p, xullasi
Mana 8:35 biz spelling namesni tugatdik. Qanaqa qilib shug'ullanish kerak? Mana shu shug'ullanish kerak. Miyada aytib turish kerak, undan oldin harflab aytib turish kerak. Hozir siz yozasiz. Qanaqa miyangizga aqlli gaplar kelyapti, bolalar? Ey do'sting, ayt nega holing parishon? Albatta EYDOSTIN. Ayt nega AYTNEGA holing parishon. HOLING parishon PARISHON. Mana qaramasdan turib aytib ko'rdim. Tushunyapsizmi? Bizga ham bering aytib ko'raylik ustoz deyapti. Albatta men keyingi darsda anaqa video nimani yoqaman. Keling mana aytib ko'rish kerak bo'ladigan bo'lsa, men hozir aytaman, siz yozishingiz kerak bo'ladi harflab. Tushunali? Xohlagan trendda birinchi so'zlarni aytingchi, yana qanaqa gap bor? Men chalib ketardim debdilar. U oldingi nima bo'yicha ishingizdan? Yaxshi. S ni o'rniga XH deysiz. Tezlashib ketgan bo'lsam xato qilgan bo'lishim mumkin. Bu uchun zo'r. Og'riq bormi? Albatta. G sini G deb yozasiz bo'lar. Nima bo'lyapti? Zo'r gaplar. Mana sizni ham kreativniy. Davay, og'riq bo'lyapti. Og'riq bormini spell qilib tashlaymiz bo'lar. Tez aytamiz. Hozir men aytganda tez qilib aytamiz. Og'riq bo'lyaptimi? Rekordda tashlang, rekordda. Kimda og'riq bormi tez chiqyapti? Og'riq bormi? Demak, yozamiz. Hamma og'riq bormi? O'zini spell qilib, rekord qilib tashlasangiz zo'r bo'ladi. Otam nima bo'lyapti? Nima bo'lyaptini aytdik. Suv kabi bo'l bu. Bu ham nima ya? Trendda aytgancha. Do'stim suv kabi bo'l. Rahmat. Tak. Bormi voice tashlaydiganlar? Voice tashlaydiganlar bo'lsa, agar xatosiz bittada aytib beradigan bo'lsa, og'riq bormini kichkina sovg'a qilamizmi? Suv deb bittasi. Xo'p, mana o'sha tashlashibdi. Keling eshitib ko'ramiz. OGRIQBORMI. To'g'ri. Mana shunaqa uslubda yaxshilaysiz. Endi hozir siz buni qarab aytdingiz yoki qaramay aytdingiz. Menimcha qaramay aytgan bo'lsalar kerak, chunki kichkina edi-yu. Xo'p, orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas. Oho, keling, mana shunday qilaylik. Mana shuni tez bittada harflab xatosiz aytib bergan o'quvchiga men Dream Zone kurskasini podarka qilaman. Orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas. Bittada tez harflab, tezlik bilan eng tez aytgan o'quvchiga Dream Zone kurskasi yuboriladi. Orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas. Bir nafasda tezlik bilan ORZULAR ORZULIGICHA qolmaydi qoldi. QOLMAYDI yurak. YURAK urib tursa bas. URABTURSA bas. BAS qiyin. Mayli bitta imkon beramiz, qarab aytsangiz. Mana chunki bu yerda hozir hamma qarab ham aytishi mumkin, qaramay ham aytishi mumkin. Chunki nazorat qilish qiyin-ku onlaynda. Shuning uchun mayli qarab ayting bolalar. Qarab xatosiz, birorta xatosiz aytgan birinchi o'quvchiga, birinchi tashlagan o'quvchiga men Dream Zone kurskasini tashlayman. 1 sekund. Nima bu 1 sekund? Ya, tez aytib tashladimi? Biz nima deydi? Hazm qilmay qoldik. Bor-ku bitta nima. Men hozir kitob o'qidim deydi-ku. Gapirmay turing deyaptilar, teacher. Uzr. Siz nimani yopib qo'yib ham, meni ovozimni o'chirib qo'yib ham aytsangiz bo'ladi. Ketdi. Bir minut gapirmay turaman. Xo'p, keyin qo'shilganlarga yoki tushunmayotganlarga mana shuni spell qilib aytamiz. To'xtamasdan spell qilib aytamiz. Hamma harfi to'g'ri o'quvchiga nima qilamiz? Biz sovg'a beramiz. G'aybulla boshlabdilar. Men g'aybullani qo'yaman deb ko'ramiz. Why did? Mana shu joyga qarang,
Qo'yapsiz. Men tutdim. G'aybulla sani tutdim. G'aybulla qadamani, G'aybulla xatoyini tutishni bilaman. Y dan keyin yana J dedi. G demadi. G'aybullaning hisob emas, G'aybulla qaytadan dasha. Qayumovani eshitamiz, ketdik. Qayumova? Ha. B E or A? Ana shu joyi mana qilyapti. B A E bo'ldimi yo A bo'ldimi? Shu oxiriga kelib, ha? Qarangda. A bo'lmadi-da. Qarang. Qayumova. B E S bo'lib ketdi. D oxirida B E S bo'ldi. Keyin Z dedingiz. Z deganga inamadim. Chunki Z desa ham bo'ladi, Z desa ham bo'ladi-da. E bo'lib ketdi-yu, Qayumova qaytadan tashlang. Afsus. Xo'p, ketdik. A dedilar. Tutdim. Qarang. Shoshmay turing. Men просто isbotlab beryapman-da, men o'zimga bildim. Ketdi. Qarang. Voy. Qayerda xato qo'yganini aytaman. GA dedilar, ko'rsana. GI demayaptilar. Demak, Maftuna qaytadan. Jahongir yutib olishi mumkin bizani nimamizni. To'g'ri. Demak, Jahongirda to'g'ri, lekin Jahongirning rekordi 21 sekund. Agarda kimdadir 21 sekunddan ertachiroq tashlangan bo'lsa, hisobga o'tamiz. 45 tagacha 2 minut vaqtingiz bor bolalar. 21 sekundda Jahongir to'g'ri aytyapti. 26 sekund ekan o'quv ishlatib o'tirmasakmi? Qo'yaylikchi. Ikrom 26 sekundda aytganlar, oxiri qanaqa ekan oxiri? Qani? Yo'q, 26 sekund aytgansiz. 22 sekund Sumbula, afsuski Sumbula 22 sekundda. Молодец, Sumbula. Faqatgina nima aytaman? Sumbula. O'sha r'laringizcha R bo'lish kerak. Sizda A bo'lib ketyapti. A bilan bir xil bo'lib ketyapti. Qolgani молодец. 1 sekund, 22 sekund tashlayapsiz-da. Mayli. Xo'p, bu yoqda 18 sekund rekord bo'ldi. Men 45 tagacha degan edim. Ruxshona kichkina, Rayhona bo'lsa kerak. Ketdik. Bo'ldi. Всё, rekord yangilandi. Всё. Rayhona sizda rekord turibdi. 37 sekundda aytibdilar Qayumova. Nega buncha asta? 15 sekund. Yo'q, nechi bo'lsa kerak. Bo'ldi, to'xtatamiz. Aytishni to'xtatamiz. G'aybulla 16 sekund, 22 sekund hozir bittagina men Maftunani ko'raman. 15 sekundda aytib qo'yibdilar. Agarda xato bo'lsa birortasi Ruxshonaga beriladi. J emas. G. Nega bunaqaysiz, ha? Maftuna. Qarang, Maftuna. Ya, Munisa edi, siz aytgancha Maftuna deyapman sizni. Mana boshidan tushuntirib beraman Munisa sizni xatoyingizni. J, ko'rsana? J deb o'rdiz, G ni J deb o'rdiz. Молодец.
Xullas bolalar, молодцы. Mana shu narsani tez aytsangiz, ishonasizmi? Men agar qarasam, mana shu narsani 8 sekundda yo 7 sekundda ayta olsam kerak. Hozir 15 sekundda aytganlar bo'ldi. Tushunarli? Yana bilmadim, endi sekundamerga qayerda qo'yib bo'ladi, nima qiladi. Siz shunaqa 7 sekundda ayta oladigan darajaga chiqishingiz kerak. Tushunasizmi? Mana bu narsalarni, lekin monitorda tezlik yaxshi ekan, qarang. ORZULAR. Mana shu narsani tez aytyapti-da, tushunasizmi? ORZULIGICHA. Qolmaydi, qarang. QOLMAIAYDI. Yurak, YURAK. Urib, URIB. Tursa, TURSA. Bas, BAS. Nima bo'lganda tezlik bilan aytishadigan bo'lsangiz, xatosiz aytadigan bo'lsangiz, bu zo'r. Xullas qiyiniga o'rganish kerak doim. Молодцы bolalar, yetarli 10 sekundda deyaptilar. Kimdir 10 sekund aytib qo'yibdilar. Ko'p gapirishning foydasi bor ekan bildim. Tez aytganlarini demak sababi ko'p gapirganida deyaptilar. 1 sekund bolalar, mana shunda ozroq to'xtatishga to'g'ri keladi. Sal ko'chaga chiqib qoldi. Tushunyapsizlar bolalar, qanaqa qilib trenirovka qilish kerak ekanligini. Hozirman yana bitta demak nima o'ynayman? Dream Zone Black Note'ni o'ynaymiz. Demak, g'olib mana shu yozib qo'yish kerak ekan. Demak, bizda g'olibni qayerga yozamiz? Tak, 1 sekund. Mana shunga yozamiz. Bizni spelling bo'yicha competitionimiz g'olibi Rayhona kichkina deb yozganamiz. Menda shunaqa nima qilinganda, Dream Group 8 ning eng kichik o'quvchisi, 6-sinf o'quvchimiz. Demak, sizga biz demak Dream Zone Mag beriladi. Mag. Olib ketishingiz mumkin, receptionga kelsangiz beraveramiz. Menimcha sizni zeriktirib qo'ymadim. Shu bilan dars tugadimi debganlar, yo'q, hali shoshmang. Eng qiziq joyiga endi keldik. Eng qiziq joyi deganda nimani nazarda tutyapman? Raqamlar. Raqamlarga chalg'mayman-ku deyotgan bo'lsangiz, hozir dars ko'rgandan keyin, shunaqa chalg'iydigan joylar bor ekanda deb o'ylab qolasiz, bolalar. Ketdik. Mana bu yerda masalan nima kelyapti? 906 lik track kelyapti. Hozir trackni eshitamiz bolalar va mana bu tug'ilgan yillarini yozib olamiz. Magali Dromatni oilasi a'zolarini tug'ilgan yillari. Tug'ilgan yillarni adashmasdan turib yozib ko'ringchi. 1904-yilda tug'ilgan ekan Magali, 1994. Men track qo'yib beraman. Trackni ovozini balandroq qilishingizga to'g'ri keladi. Magali Dromat. Eshiting. Ketdik. Men track qo'ydimmi? Tape script 9.6. Eshiting. Magali Dromat. My name's Magali. It's a French name, but I'm not French. I'm English. I was born in 1994. I have 2 brothers and a sister. My eldest brother's a doctor. His name's Tristan, and he was born in 1985. My sister is also older than me. Her name's Cecilia, and she's a teacher, and she was born in 1988. And my little brother is Matt, and he was born in 1996. He's still a student. My father is French. His name's Andre. He's from Marseille, and he was born in, I think, 1958. My mother is English. Her name's Ella. She's from Manchester, and she was born in 1961. My grandmother, who is my mother's mother, is called Edith. Isn't that a lovely name? She was born in Bristol in, I'm not sure, but I think about 1935. Hozir siz eshitdingiz. Tristan, Cecilia, Matt, Andrew, Ella, Edis.
1 2 3 4 5 6 6 ta ketma-ketlikda yoki ismlarini yozib va tug'ilgan yillarini birgalikda 3 ta 6 tani hammasini tashlangchi. Demak, kimlar to'g'ri topdi? Biz mana bu yerda kuzatib boramiz. Tushunarli? Tashlang bolalar. 1994, 1995 birinchi qarang, mana bu yoqda tashlabdilar. 1995, edit qilmang, da biz bilaveraylik. 1994, 95, keyin 94 o'ziniki, o'zinikini kiritmang, o'zinikini o'chirib tashlasangiz bo'ladi. 95, 88, 96, 1996, keyinchi 1958, 61, 35. Молодцы. 94, 95, 88, 96, 58, 61, 35. Молодцы. 85, 88, 96, 58 yaxshi. 94, 95 qarang, mana bu yerda chalg'ituvchilar bo'lyapti. 95 deyapti, ba'zilar 85 deyapti. Shu ko'pchilik 95 deyapti. 85 tak, yaxshi. 1900 yaxshi. 95 yaxshi. Keling, hammaniki bir xil ekan, faqatgina ikkinchisi bor edi-yu. Mana bu ikkinchi. Tristan. O'sha 1995 mi, 1985 mi? Shuni mana bu yerda yozing, hamma yozamiz. Tushunarli? Mana shu yozamiz. Bitta faqatgina, masalan, men nechi deb o'ylayapman? Masalan, 1995 mi yoki 1985 mi? Shuni yozing hamma. Men uchun shu, men uchun 85, men uchun 95 deb yozamiz. 95, 85, uni chiqib ketdi. Yaxshi. 95, 95, yaxshi. 85, 95. Qarang, qanaqa jang ketyapti. 85, 95, 95 sana chiqishga to'g'ri kelajak. Abdulaziz 95 bos uka. Og'abek Odilov 95, 85, 95, 95, 85, 85. O'sha qolganlarchi. Men uchun 95. Rahmat. Yana bir 4-5 kishini ko'raylik. 85 men uchun deyapti. Mana bu kishiniki o'sha 85 yo'q bizda deyapti. 88 bor deyapti. 85 ku deyapti bir kishi. Demak 95. 95. Ko'proq real javob bor. Ko'proq odam 95 deyapti. Qarang. 95 dedi-yu deyapti mana 85. Ana shu uchun ham mana shu dars kerak sizga, bolalar. Hozir men qayta qo'yaman o'sha joyini. Bo'ldi 95 deyotganlar, 70% 60% bo'ladi 95 deyapti, 30% bo'ladi 95 deyapti. Eshitamiz o'sha joyni. English. I was born in 1994. Eshityapsiz a? I have 2 brothers and a sister. My eldest brother's a doctor. His name's Tristan, and he was born in 1985. My sister is also older than... Demak, to'g'ri javob nima bo'lar ekan bolalar? Hali ham o'sib qilingizamiz yo qochdingizmi? Qaytdingizmi? Sabrina fikrini o'zgartirdi. Timboli oldest brother dedi-ku deyapti. Qaytdi, ko'pchilik qaytyapti 85 ga. Xo'p, lekin hali ham mana o'zim fikrimda qolaman deyapti. Mana 2 kishi fikrimda qolaman deyapti. 95 Ruxshona. Demak, mag g'olibi. Nimaga bunday deyapsiz? Xo'p, 95 aniq javob deyapti Sardor Suyunov. Gapimga javob tiniq deyapti. Ha, xo'p, ana endi men to'g'ri javobni aytaman bolalar. To'g'ri javob nima bo'ladi? Bo'ladi, yetarli bo'ladi bolalar. Endi sal 85 ga 5 ham ko'paydi. To'g'ri javob bu 1985 edi bolalar. 1900, demak to'g'ri javobimiz, ya'ni mana yozib qo'ying, 1985 dedi. Nima uchun biz 1985 ni 1995 deb eshitdik? Tushunarli? Mana shu haqida gaplashamiz. 1985 bizani nima uchun 1995 deb eshitilganini ko'ramiz. Juda ham katta guruhdagilar ham chalg'iydi bu narsani bolalar. Nimani hisobiga? Men hozir chalg'ituvchan harflarni aytishdan oldin yana bitta nima ochmoqchiman, slayd ochmoqchiman va aytaman. Demak, sog' bo'layin. Xo'p, chalg'ish bo'yicha aytamiz. 1985 dedi, to'g'rimi? Bizga 1995 degandek eshitildi. Men buni kattaroq qilsam to'g'riroq bo'lardi. 1985 qanaqa qilib eshitildi? U uchun biz buni ikkisini ham yozib olamiz. 1985. Bu ingliz tilida 1985 degani. 1985. Sizcha bilan yozadi mana 85.
Yozilishda, aytilishda ham. Va mana bu yerdagi n bilan mana bu qo'shiladi bo'ladi. Ya'ni siz mana bu yerdagi bilan mana bu joyingiz qo'shib ketiladi. Qo'shib ketiladi aytguncha. 19 birpas tin olib 85 demaydi ular. Balki 1985 deydi. Shunda o'sha qo'shilgan qismini aytib beraman bolalar. U 80 bo'lib ketadi. Eshitilish bo'yicha eshasizmi? 85 bo'lib ketadi. Mana bu joyda aytaman qarang. Mana bu nasi, mana bunga qo'shilib ketadidagini 80 bo'lib ketadi. 1980 degandan keyin sizga xuddi 1990 deyotgandek tuyuladi. 1985. Shu uchun ham biz aytganmiz qarang. Mana bu yerga ko'rsatmoqchiman. Agarda sizga 1981 desa, bu 1991 ga o'xshaydi. Agar 1982 desa, 1992 ga o'xshaydi. 1983 desa, 1993 ga o'xshaydi. Va hokazo. 1984 desa, 1914 ga o'xshaydi va bizda chaqirgan bo'ya kelmaydi. 1985 desa, 1995 ga o'xshaydi va hokazo. Oxirgisi 1989 desa, 1999 ga o'xshaydi. Chunki mana buni aytguncha 19 dan keyingi n 80 ga qo'shilib ketadi va 1989 deydi. 1989 deb eshitgan inson esa buni 99 deyapti deb o'ylaydi. 1999. Endi qanaqa qilib chalg'itmaslik mumkin? Agarda 1995 deganida nima bo'lardi? Unda 1995 bo'lardi va bunda ham qo'shilish sodir bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi bilan mana bu yer qo'shiladi. Faqatgina qo'shilgani bilan 90 bo'lib ketadi. Siz faqatgina mana bunaqangi 1981 masalan aytadi-ku, lessinda keladi. U aytadi, "Nechinchi yilda tug'ilgansiz?" deydi. Ataylab 1915-yilda tug'ilganman desa bo'ladi. Ular ataylab 1985-chi, 1982-chi, 1980-nechinchidir, xullas tushunyapsizmi? Yildagi odamni oladi. Siz 1990-chidir deb yozishingiz uchun. Chunki bu raqamlar chalg'ituvchan bo'ladi. Va siz agarda 1995 ni eshitgan bo'lganingizda umuman chalg'itmagan bo'lardingiz. Uni 90 deydi. Faqatgina chalg'itish 90 bilan, mana ulanib ketgan joyi, mana bu joy bor-ku, 1980 bilan 1990 da bo'ladi, 90 da bo'ladi. Va shu yerda 90 deb eshitdimmi, 90 deb eshitdimmi, bilib olishingiz kerak. Qayta qo'yib beraman bu yerga chalg'iganlar. Shu joyda qayta qo'yamiz endi. Endi qarangchi. Nima deb eshityapsiz? 1990 deb eshityapsizmi yoki 1980 deb eshityapsizmi? I have two brothers and a sister. My eldest brother's a doctor. His name's Tristan and he was born in 1985. Hali ham o'z fikringizdamisiz yoki unday emasmi? Qani qaytaraman. In 1985. Qay darajada oson ekanligini tushunasizmi endi? 1985. Hali ham 90 deb ishlab kelabormi yoki endi tushundim deganlar esa endi tushundim deb yozing. Agar yo'qsa, bunaqa bilmas edim, endi tushunib oldim desangiz, ular ekan. Tak. Yozib kelabormi? Did you get it? Kimdir? 1985 yoki 1990. Malatsi. 85 ekan. Mana tushunibdilar, O'g'adbek 85 ekan. Malatsi. Ana endi siz chalg'imaysiz, tushunasizmi? Demak. Yana bir shustri holatlarni hozir o'rgataman. Endi tushundim. Rahmat. Tushungan bo'lsangiz, endi tushundim. Malatsi. Bitta like bosib qo'yamiz. Tushungan bo'lsangiz, men xursand. Kimgadir offline darsda ko'rganimiz uchun oson deyaptilar. Albatta offline'da ko'rganlar adashmadi. Agar offline'da ko'rmagan bo'lsa, chalib ketardi. 85 ekan eshitmabman debdilar. Malatsi. Xo'p, qarang. Agarda siz shunaqangi chalg'ituvchan holatga haqiqiy imtihon atmosferasida duch kelsangiz, bir narsani aytaman. 95 hech qachon boyagini C bilan S bor edi-ku. C S ni chalg'itish mumkin, S C ni chalg'itmasdi. U Y bor edi-yu. U demak Y ni chalg'itish mumkin, Y ni chalg'itish mumkin, Y U ni chalg'itmaydi. Xuddi shu holatda kelib chiqib, mana bu 1985, 1995 ni chalg'ityaptimi? Lekin 1995 hech qachon 1985 ni chalg'itmaydi. Shuning uchun siz imtihonga kirdingiz va siz eshitdingiz. Eshitgan paytingizda shunaqa sizda yuragingizda g'ulg'ula paydo bo'ldi.
To'xta, men shuni 1982 deb eshitdimmi, 1992 deb eshitdimmi degan sizda arosatlar paydo bo'ldi. Arosatdamisiz? Sizda chalg'ish, yuragingizda qanaqadir g'ulg'ular bormi? Qo'rqmasdan kichkinasini oling. Qanday bo'ldi? Qo'rqmay kichkinasiz. Nima uchun? Chunki sizda ikkilanish bo'lyaptimi? Demak, sizni chalg'itgan mana bu holatda. Ya'ni sidalgan holatda 1980 bu. O'zi bu 90 dedimi, 80 dedimi deb o'ylab qoldingizmi? Aniq kichkinasi bo'ladi. Kattasi bo'lmaydi. Nima uchun kattasi bo'lmaydi? Chunki siz kattasini eshitgan bo'lganingizda yuragingizda g'ulg'ula bo'lmagan bo'lardi. Siz 200% 1992 deb eshitgan bo'lardingiz. Tushunyapsiz-a? Chalg'idikmi? Kichkinasi. 1987mi? 1997mi? 1987. Chunki 1997 ni eshitganimda chalg'imas edim. Tushunyapsiz-a? Tak, keyingilariga ham o'tamiz keling. Xuddi shu holat 13 bilan 14 ga ham sodir bo'ladi, bolalar. Aynan bu holatda emas, masalan, 13 yoki 14. Men hozir sizga buni o'zbekcha aksent bilan 13, 14 deganim uchun ikkisi juda ham bir-biriga o'xshash emas, xilma-xil bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin ingliz tilida 13 deganda buni juda ham fga o'xshab ketadi va 13 deydi. Buni 14 degandek eshitib ketishingiz mumkin. Bu juda ko'p sodir bo'ladi. Masalan, keling mana bu yerda men bekorga buni ochib qo'yganman. 13 deylik. 13 ni eshitib ko'ramiz, qarang. Bu yerda Google qanaqa aytadi bilmadim. Haqiqiy British aytsa, juda ham 14 ga o'xshash qilib aytish kerak. 13. 13. Qayta eshitamiz mana. 13. 13. 14 bor, 14, 14. 14 ga o'xshayaptimi, o'xshamayaptimi? O'xshayapti yoki umuman o'xshamayapti deb aytingchi. Umuman o'xshamasa ham mayli. Men xafa bo'lmayman. 13. Yozing. 14 ga ozroq o'xshayaptimi yoki yo'qmi? 13. 14 deyotganda, 14 deyotganda eshityaptimi? 13. 13. 14, ya'ni 14 deganda eshityaptimi kimgadir? 13. Yoki sal o'xshayaptimi? 13. Umuman o'xshamayapti, sal o'xshayapti, juda ham o'xshayapti deb ayting. Mana shu uchalasi hamtasi. Umuman o'xshamayapti, sal o'xshayapti yoki bo'lmasam juda ham o'xshayapti. O'xshar ekan. 14 deyapti-ku o'zi. Aslida Xudoberdi o'zi 14 deb turibdi-ku deyaptilar. Qarang, o'xshayapti, o'xshar ekan. 80% ga 20% o'xshadi, lekin o'xshadi. Rahmat. Qarang, 14 deyapti-ku deyaptilar. 14-ku bu. Ama 13 yozdim-ku, men Google'ni sotib olmaganman. Tak, o'xshar ekan, 14 deyapti-ku. Juda ko'pchilik juda ajratib bo'lmayapti. Ozroq o'xshayapti, sal o'xshayapti. O'xshamayaptimi? Malades, o'xshamayotgan bo'lsa ham kimga o'xshamasa juda ham yaxshi sizga. Juda ham o'xshayapti. O'xshash sal ko'p ekan, juda sal o'xshayapti. No, ko'pchilikga o'xshayapti, qo'yapsizmi? Endi gapni orasida kelsak-ku, vobshe chalib tashlaydi. Haqiqatan ham Jamol to'g'ri aytayaptilar. Gapni orasida kelsa vobshe no debdilar, o'xshamayapti, juda ham o'xshayapti. Qarang, qayta qo'yaman, yana 2 marta. 13. 13. Ana endi 14 ni eshitib qo'yaman sizga, qarang. 14. 14. Kim shuni 13 ga o'xshatyapti? 14. 13 degandek eshityapsizmi yo 14 deb eshityapsizmi? 14. Yozing. 14. 14. 14 deb yozyaptilar. 14. Rahmat. 13 deb eshitayotganlar o'xshayapti deng. 14 ga yoki 14 ni o'zimi? 14. Bu o'xshamayapti 13 ga. Ikkalasi ikki xil dunyo-ku. Yaxshi. Mana yana 2 marta eshitaman. 14. 14. Aha, Farhod. Bo'ldi, yetarli menimcha. O'xshamayotgan ko'p ham 14 bu o'zi-ku deyaptilar. Talaffuzi borligi uchun o'xshamayapti. 14. Xullas, ana endi qarang. Endi kulchoy narsa yaratamiz. Men ham 13 14 ga ko'p chalg'iganman bolalar. Siz yolg'iz emassiz. Men avval ko'p chalg'iganman. Keyin o'zim o'ylab, endi bu yerda boshqalar ham tushuntiradi albatta. Men lekin o'zimga o'zim boyagi qoidalarni, mana bu hozir men sizga o'rgatgan qoidalarni hech qayerda o'rgatmaydi. Mana bu narsa bor 13 bilan 14. 13 ni 14 deb eshitamiz biz. 13 ni 14 deb eshitamiz. 14 ni 13 deb eshitmaymiz biz. Ya'ni kichkinasi 13 14 ga o'xshash eshitilar ekan. 13 deydi. Bu agarda 14 ni o'zini eshitsangiz, balki 14 umuman aloqasi yo'q. Shu uchun sizda qanaqadir chalg'ish bo'lsa, hozir nima bo'ladiki, imtihonda bo'ldi. To'xta, hozir $13 dedimi? Bu $14 dedimi? Yoki 13 ta stol dedimi? 14 ta stol dedimi deb o'ylab qolsangiz, bular ataylab mana shu raqamlarni qo'yadi-da. Qo'rqmasdan qaysini olamiz yana? Kichkinasini olamiz.
Chunki siz 14 ni eshitgan bo'lganingizda hech qachon 13 deb yozmagan, 13 mikan deb o'ylamagan bo'lardingiz. Tushunyapsizmi? Ikkilanyapmizmi? Kichkinasi. Tepadagi ham ikkilanyapmizmi? Kichkinasi. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz hozir men 13 deb eshitdimmi, 14 deb eshitdimmi? Nimaga bunaqa chalg'ituvchan bo'ldi desangiz, siz demak aniq 13 ni eshitgansiz. Xuddi shu holatlarni davom ettiramiz. 31 41, 32 42, 33 43, 34 44. Va hokazo men o'rtada toshab ketyapman, qarang. 35 45, 36 46, 39 49. Bular ham bir-birini chalg'itib keladi. Keling qo'yib ko'ramiz. Bittasini olaylik, 34 olaylik, keling. 34 ni hozir eshittiraman. Kim buni 44 deb eshityapti, ya'ni 44 deb eshityapti. Agar kim 44 deb eshitayotgan bo'lsa, 44 deb eshitilyapti deysiz. Sal eshitilyapti, bundan eshitilmayapti. Ketdik. 4 marta eshitiraman. 34. Kim buni 44 degandek eshityapti. 44. 34. 34. 34. 34. 34. Sal o'xshadi. 34 2000 deyaptilar. 34 man deyaptilar. Demak, man deganda bu yerda o'xshatyapman deyotgan bo'lishlari mumkin. 34 100%. Yaxshi. 37chi. 37. 37. Kimga 47 deganiga 47 deganda eshityapti. 37. Sal to'rt ekan 44 ga, biroz o'xshash, sal o'xshash, sal. Demak, qarang, sal chalg'ityapti. To'g'rimi? Eng yomoni aytaymi? Eng yomoni. Bu hozir Google da aytgandek aytmaydi. Qarang, 34 bu yerda aytgan 13 bilan 14 dan ham ko'ra 13 ni 14 ga yaqinligidan ko'ra 33 ning 43 ga, 37 ning 47 ga yaqinligi juda ham darajada setilib ketadi. Ya'ni 34 deydi, shunaqa 44 deganda eshitib ketadi sizga. Mana shu uchun ham biz yana shu qoidani kiritamiz bolalar. Agar siz men hozir 31 deb eshitdimmi, 41 deb eshitdimmi desangiz, doim qaysini olar ekanmiz bolalar? Kichkinasini. Hozir men 34 deb eshitdimmi, 44 deb eshitdimmi deb qo'ysangiz, yana o'sha qoida. Qarang, yaxshi tomoni har doim shu qoidaga to'g'ri kelyapti. 34 ni 44 deb eshitdimmi desangiz, bemalol qo'rqmasdan 34 ni olavering. Chunki siz 44 deb eshitganingizda 34 dedimmi deb o'ylab qolmagan bo'lardingiz. Va keyingi oxirgi qismimizga o'tamiz bolalar. 100 mana buni tushuntirib berdim hozirgina, boshida. 181 191 bilan chalg'itadi. 182 192 bilan, 183 193 bilan, 184 194 bilan va hokazo. To 89 99 gacha. 281 yomon tomoni ko'pda bo'lar. Qarang, mana bu yerda 10 ta emasda, faqatgina ana 31 41 ga o'xshatmasda. 39 49 gacha emas. 281 291 bilan chalg'itadi. 282 292 bilan, 289 299 bilan, xuddi shunday 300 ga ham 400 500 600 700 800 900 gacha ketaveradi. Masalan, 682 qaysi bilan chalg'itarkan bo'lar? 692 bilan. 587 qaysi bilan chalg'itarkan? 587. 597 bilan chalg'itadi. Nima uchun chalg'itishini esa ko'ramiz hozir. Qarang, keling aytib ko'ramiz. 284 bilan 294 chalg'itarganmi? Nima uchun chalg'itadi? Bunda e'tibor beramiz, qarang. Uchun bilib olish uchun 284 ni yozib ko'ramiz. 284. Shunaqami? Bo'lar? 295 ni yozib ko'ramiz. Kichirayib ketdi, uzr. 294. Men hozir aytgan narsalarni boshqa joyda ko'rsatmaydi bolalar. Sizga barcha sekretlarni, nimalarni qo'ldan kelgancha ochishga harakat qilyapman. Mana shu yo'lga e'tibor bering. 284. Mana shunaqa narsada bolalar 2 ga bo'linadi. Agarda and bilan aytilsa, bilasiz, 3 xonali raqamlar ingliz tilida mana bu 200 alohida aytilib, birinchi mana bu 3 xonalidagi. Keyin mana bu 10ligi bor-ku 84. U alohida aytiladi. And bilan bog'lanib. 294. Bizda bor-ku 295 deymiz-ku. Shunday. 295 deymiz-ku. Yoki 586 ni 586 deymiz-ku. 500 o'sha ni nima berar ekan?
inglizda and. Ya'ni mana bu bir dunyo, o'zi bir dunyo aytiladi. Bu o'zi alohida aytiladi. Tushunasizmi? Bu o'zi alohida aytiladi. Shundan kelib chiqsak, qarang. Va ingliz tilida bor-ku, qo'shib ketiladigan dida tushib qoldiriladi. Ya'ni aytilmaydi. Men o'chirib qo'ydim, qarang, dini. Tushib qoldiriladi. And-dagini dni qattiq aytmaydi ular. Dni qo'shib o'radi. Va mana bu tomonchi birga qo'shib aytiladi, deymmi? Endi nima bo'lyapti, bilasizmi? Qarang. Buni o'qilishi 200 ni o'zida yozaylik. Qarang. Amida NAT. Mana buni birgalikda qo'shamiz bular. Qo'shsak NAT deb ishlayapti. Mana shu joyga e'tibor bering. NAT 4 paydo bo'lyapti. 284. Bunga e'tibor bering. 290 yoki 94. Tushunyapsizmi? Ya'ni N90 va N80 xuddi yana boy 1984 bordi-yu, shunga o'xshash holat. Faqatgina bularda ham sodir bo'layotgan sababi mana bu and bor-u, anddagi boyaki 1984-1995 chaqirtganligi 19 dagi n borligi edi. Ana endi bu anddagi dni aytilmasligi, tushib qolishi va n80 bo'lib ketganligi uchun ekan. Hozir mana bu yoqqa agar Google'imiz aldamasa, endi Google'imiz haqiqiy bitchda aytsa, bizni chaqirtishi kerak. Kelayapmiz 184 ni bir eshitib ko'raylikchi. Kimga 194 deb ishladi? 184. Qarang, 180 demayapti, 184. 80 deb ketib qolyapti bu. Buni hozir men aytmagan bo'lsam, siz birdaniga masalan eshittirib ko'rsatsa, boshqa o'rtog'ingizga ham eshittirib ko'ring, necha deydi. Katta ehtimol har 5 tadan 3 talari 194 deyishi ham ehtimoli bor. Qarang. 184. 184. Anddagi dni qattiq aytmayapti. 184 yoki 286. 286. 286. Tushunamsiz-a? Demak, mana qarang, 80 dedi deyapsiz. 194 ga o'xshayotgan ancha deyapsiz. Mana 194 deb eshitganlar 80. Endi 194 ni qanday aytadi deyapsiz. Qarang, mayli, mana sizga yo'q. 190 agar u 286 masdan turib 296 bo'lganida nima bo'lardi? 296. Ko'ryapsizmi? Qay darajada farqi bor? 296. Kim 296 ni 286 deb o'ylayapti shu yerda? 296. Menimcha hech kim. O'zichi 296 ni 286 deyotganlar bormi? 296. 296. 100% deyishyapti. 90 desa 9 ekanda, 80 desa 8 ekan. To'ppa-to'g'ri Qayumova mana shu narsani aytayapman bu yerdan beri. Siz to'g'ri tushundingiz bizni. Mana ikki dunyo-ku. Albatta, xuddi shunday. Hech kim unaqa deb o'ylamang. Lekin e'tibor berasizmi, 286 desam yaqin keltirib qo'yadi bolalar. Hali ham siz ehtiyotkorroq bo'lish kerakligini inobatga olib, qulog'ingizni noqaqayib turganingiz uchun 286 deb eshitishga o'rgandingiz buni. Agarda buni begonaga ko'rsatsangiz-chi, 296 bo'ladi. Har ikkitadan bittasi. Qarang. 286. 80 deyapti-da, chunki bu 80 esa mana aytganimiz, 80 deganimiz Qayumov aytganlaridek 8 ni aytgani 9 deb eshitilib ketishi mumkin ekan. Mana shu bizning bugungi darsimiz bo'ladi, bolalar. Sizga ataylab ana otelni, mehmonxonani narxini 2 kechaga $285 qilib qo'yadi. Siz esa 295 deb yozishingiz uchun. Bu aynan ingliz tilidagi IELTSdagi demak, traplar, chalg'ituvchi holatlar. Buni esa ustoz o'rgatish kerak. Afsuski, hamma joyda ham, masalan, Qarshi shahrida ko'p, yaxshi bilmadim. Ana shu narsalarni tushunmaydigan ustozlar hali ko'p. O'zlari yaxshi balo olishi mumkin, lekin bu narsani o'quvchiga aynan nima deydi, triklarini, tiplarini o'rgatib berishni bilishmaydi. Biladigan esa qanaqadir o'rgatmaydimi, bilmadim. Qizg'anadimi? Qizg'anmasa kerak, menimcha shu aynan ключевой joylarini aytmay ketadi. 1 soat vaqt bo'ldi bolalar. Yarim soatda men bo'yatganimdek spellingni, harflarini aytdim va yana qolgan yarim soatda esa men sizga raqamlarni aytib o'rgatdim.
Yozib qo'yingchi, sizga foydali bo'ldimi bu ma'lumotlar? Ana endi siz agarda demak manfaatli bo'lgan bo'lsa, demak bomba bo'ldi desangiz bo'ladi. Bloknotchi debdi, bloknotda o'ynaymiz bolalar. Ketib qolmang, tugayapti deb o'ylamang, bloknotda o'ynaymiz. Aziz bizga eslatdi. Zo'r bo'ldimi, manfaatli bo'ldimi yozib qoldirsangiz, men juda ham xursand bo'laman. Zapis ham tashlaymiz albatta Muhiba Abriyevna. Keyin bizni hali ham necha kishi kuzatayotganini kim biladi? Menda ko'rsatmayapti eng qizig'i. Shuni alam qilyapti. Lekin mana qarasam 50 ga yaqin odam bor-ku. Bizning nima deydi? Faol ishtirokchilarimiz. ...73 kishi. Juda ham zo'r. 73 kishi bizni boshidan oxirigacha 81 kishi, 75 kishi. Rahmat. Zo'r bo'ldi deyishibdi. Hammaga rahmat. Ana endi. Bolalar, hozir men 5 ta so'zni, har qanday so'z bo'lishi mumkin, xohlagan, bor so'z, yo'q so'z, xulasi, o'zbekcha so'z bo'lishi ham mumkin. Rahmat. 5 ta so'zni harflab spell qilaman o'zim. Mana shu 5 ta so'zni hammasini birinchi bo'lib edit qilmasdan to'g'ri tashlagan o'quvchiga demak biz bloknot beramiz. Tushunarli? Edit qilmaslik kerak. Edit qilish mumkin emas. Bularni men nima deydi? Birinchisini asta aytaman, ikkinchisini yanada tezroq aytaman, uchinchisini demak yanada tezroq, beshinchisini вообще tez aytaman. Bitta tashlash mumkin emas. Beshalasini birdaniga tashlagan odamgagina tekshirib ko'ramiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, men boshladim. Demak, 10 sekunddan keyin boshlaymiz. Hamma qo'liga ruchka qalam olsin bolalar. 5 ta so'zni spell qilaman. Bir imzom bloknotini, demak, yutib oladigan odamni topamiz. Ustoz net sekinda bizda debdi. Kelsa kerak bitta SMS ki mana ustoz net sekinda deb yozdingiz-ku. Yoki buni 5 minut oldin yozib qo'ydingizmi? Boshladikmi? Ketdi. Birinchi so'zimiz. Ketdik. MARLBOROU. İkinci so'zimiz. JULQUNBOY. Üçüncü so'zimiz. MAVRITANIYA. Dördüncü so'zimiz. PADARLANATI. Beshinchi so'zni ataylab, hozir hamma ham ulgurayotgan bo'lishi mumkin, tezroq aytaman. Tushunarli? Mana shu tezroq aytilgan so'zni yozib olamizmi yoki yo'qmi ko'ramiz. DARSGAGAPYUQ. Beshinchi so'zni yana bir marta aytaman. DARSGAGAPYUQ. Uzun so'z edi, ha? Ana endi sizdan kutaman. Kimda edit bo'lmagan holatda 5 ta so'z to'g'ri keladi. Agarda hech kimda to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, eng kam xato qilgan o'quvchiga beramiz. 4 ta so'z keldi, 5 ta emas. Sizda xatolar bor. Bir o'chib ketdi, debdilar. Marlboro, Julqunboy, Mavritaniya, PADARLANATI. Shuni ham yozgan ekanman. Dirisi oxirgisilar ulgurmabdilar. 4 tasi to'g'ri. Mana bu yerda 5 tadan 4 ta bor. Marlboro you edi. Qarang, men aytdim, Jasmina. You vahiy bilan chaqiradi degan edim. Maza qildim shunda. Yana qarang, bu yerda to'g'ri aytibdilar, lekin Julqunboyni Mavritaniya, PADARLANATI, darsga gap yo'q. Sizda ham bitta xato bor ekan. Bitta xato. Demak, Umidada xato ko'p. Marlboro Y emas edi, bu U edi. Julqunboy
Mavritaniya padarlanadi, darsga gap yo'q. Sizda ham bitta xato bor, Og'abek. Bitta xatoingiz bor. Muhammad Ali Marlboro Julqunboy Mavritaniya padarlanadi, darsga gap yo'q. Bo'ldi. Muhammad Alida, bolalar. Muhammad Alida hammasi to'g'ri, birinchi bo'lib kelgani bo'ldi. Marlboro Julqunboy Mavritaniya padarlanadi. Albatta, mana bu uchun uzr. Bolalar, shunaqa so'z miyamga kelib qoldi, birdan aytib yubordim-da. Darsga gap yo'q. Lekin bilasizmi? Q degandim. K yozgan ekan, to'xtab turing. Bu Q emas, K emas, Q edi. Yo'q, Marlboro noto'g'ri. Marlboro bu yerda birikta yo'q. Hali ham aniq topilmadi bolalar. Marlboro Og'abek Odilov. Julqunboyda Q degan edim. Yo'q, xato. Nega ko'pchilikdan xato chiqqan? Marlboro Q degan edim-ku. Q degan edim. Mana Q demaganimda Q deb yozmagan bo'lardi ba'zilar. Padarlanadi, darsga gap yo'q. Mavritaniya. Mana shunda Marlboro edit qilinganicha hisob qila olmayman Azizbek. Edit qilgansiz. Marlboro Julqunboy Mavritaniya padarlanadi, darsga gap yo'q. Menimcha Og'abek o'sha to'g'rilab biz ham keshtashadi. Keling, nima qilamiz? Mana shu bola birinchi bo'lib tashladi-yu, bittagina key bo'lmadi. Keyin ko'pchilik o'sha to'g'rilab tashlaganligi uchun biz chunki Og'abek ham oldin ham tashladi-da. Yo'q, bitta tashladim Og'abek Odilov. Keling, hech kimni xafa qilmaymiz. Og'abek va demak bizlarning kimimiz yana bor edi-ku. Og'abek va Muhammad Ali. Og'abek va Muhammad Ali, agarda siz nimaga keladigan bo'lsangiz, sizga ikkalangizga ikkita bloknotni beramiz. Tushunarli? Demak, bir imzol uchun. Demak, Muhammad Ali va Og'abek bizani spelling competition g'oliblari. Shu yerga keling yozib qo'yaylik. Gruppani o'ziga o'sgan bo'ladi. Demak, Rayhona, demak, Dream Zone, demak, Mag oladilar. Og'abek and Muhammad Ali, demak, Dream Zone, say, notebook oladilar. Tabriklaymiz. Like bosib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi bolalar. Keyingi onlayn darslarda ko'rishguncha deyishardi-ku. Bu prezentatsiyani men sizga tashlab qo'yaman. Bu albatta hammasi siz uchun. Onlayn darslarni, bepul onlayn darslarni ko'rsatamiz. Bundan ham zo'r darslar bor. Ularni bepul o'rgatamiz, baribir ularni ham balkim keyinchalik kurs qilishimiz mumkin. O'shanda ham juda ham arzon narxda sizga kurslar taqdim qilamiz. Men xursand bo'lar edim, shuncha mehnatimizni qadrlaydigan o'quvchi bo'lsangiz, agarda o'rtoqlaringizni kanalga taklif qilishni, mana shu men hozir video tashlayman, zapisni boshqa joyga tashlashni va onlaynda boshqa o'quvchilarni ham bu kanalga qo'shilishini targ'ib qilsangiz, men onlayn darslarni yanada ko'paytirar edim. Hammaga rahmat. Demak, faol bo'lganlarga, demak, faol bo'lganlaringiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Bilmaganlaringiz bilib olgan bo'lsangiz, manfaatli bo'lgan bo'lsa, mana 9:30 bo'libdi. 1 soat vaqtingizni demak juda ham foydali ma'lumotlarga bag'ishladingiz. Omad ishlaringizni rivojini bersin.